Vengriyada o'qimoq izlayan turkmen yoshlari uchun resmiy namalari qabul edilishi boshlayar. Vengriyaning yuqori o'quv maktablarining umumiy o'rta bilimi 2026-yilning 31-avgustida 18 yoshi do'lan 2025-2026 o'quv yilini umumiy o'rta maktabi tamomlagan Turkmenistonning ra'yatlarining resmiy namalari 2025-yilning 1-15 dekabr oralig'ida Xalqaro insonparvar ilmlar va o'sish universitetida qabul edilar. Hunarların fanavi Vengriyaning yuqori o'quv maktablarining yuqori hunar bilimi bakalavr maqsadnomasi bo'yicha o'quv qabul edilecek dalaşgarların fani şeyle hem o'quv shartlari varadagi ma'lumotlari qabul edish to'poridan olib bo'lar. Şeyle hem zarur resmiy namalari tavshiran dalaşgarlar bilan seçip olish ishi akademik baholanlar sınavların neticesine layıqlıqda beyaflashi esasında geçirilir. Resmiy namalari qabul edish topori zarur bo'lan holatini dalaşgarlardan qo'shmacha ma'lumotlar so'rab bilar. Noto'g'ri berilgan ma'lumotlar va g'alb resmiy ish qabullar uchun dalaşgar shaxsiy javobgarchilik chekar. Mehribon tomoshachilarimiz, kerakli resmiy namalarining fanavni Atavatan Turkmeniston xalqaro jurnalining atavatanturkmeniston.com saytining bilim bo'limidan olib bilarsiniz. Şeyle hem şu yerda size yana bir vaziyatları geçmek istiyor. Eğer de siz hem daşar yurtta bilim almak isteyen olsanız, onun resmiy namalarinizin doğru ve takip tercüme edilmeye vacip bolup duruyor. Bunun için olsa maqul xizmat tercüme merkezine yutib bilecekdiniz yatlajarız. Xabarlaşma için telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.